Alvaresni hozir 100 milliondan pastga ola olmaydi, iloji yo'q, chunki 30-yilga shartnomasi bor. Tovon puli 600 million qilib qo'yib qo'yilgan. Shu summani bermayli, olib ket deyapti. Boshqacha narx bilan kelmagin degan ma'noda gapiryapti, lekin Alvaresning o'zi Barselonani istayotganini hamma bilib turibdi. Faqat endi Alvares variantida uni istagi hozir hech narsani belgilab bermaydi. Shunaqa holatga tushganki, shunaqa shartnoma imzolanganki, hozir Atletico ustuvor. Atletico ko'proq gapira oladi, Atletico narx qo'ya oladi. Shuning uchun ham mana bunaqa hazil tweetlarni bemalol qo'ydida, bemalol cho'chimasdan baribir sotib ola olmaysanlar, biz gapiramiz, bizdan keyin senlarga ruxsat beriladi degan ma'noda Barselonaga hujumlar qildi. Barsa hamda Atletico Madrid janjalni ko'rib turgan Florentino Perez hayron qolayotgan bo'lsa kerak, do'stlar. Nimaga shuncha men bayonotlar berib, Chiringitoga ham intervyular berib turib bunaqa sho'sh-sho'sh qila olmaganda, mana ular bir kunning o'zida Chempionlar Ligasining finalini yozadigan darajada, unuttiradigan darajada zo'r yurishlar qilib qo'yishdi deb turib, hozir PR kompaniyasidan xafa bo'layotgan bo'lsa ham ajab emas Florentino Perez.